Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qaynashlar. Bir necha deydigan gap bordi, yig'ilib qolgan. Dam oldik, qaynashlarni saqlamayman daviray. Chunki birozdan keyin mening darsim bor. Navoda o'tirliqda shu ovoz kelmay qolsa, kamida desanglar bo'ldi inshaalloh taala. Assalomu alaykum u hiya qaynashim, mag'fira amin qaynashim. Men gap qilaveray. Navoda gapim kelmay qolsa, meni to'xtasanglar bo'ldi, kamida deb inshaalloh kevatudi deb o'ylayman. Birinchi masala qarindoshlar. Yaqinni yaqamimiz ko'rdik. Muhammad bin Salman Xitoyga berib nurg'un sod sitiq kelishimlar keldi, necha milliard pul bilan. Endi bu yerda bir eskartish qarindoshlar. Ashu odamning qilgan qilqi bilan butun arablarni manga kelgan inkaslarga endi men chiqarib qo'ydim, endi saqlab turib, qiliq qiyofat bilan turib, u odam toza shu jazo lageriga toza loyiq bo'lgan inson deb chiqarib qo'ygandim, ammo uning ichida arab millatlarini tillash qat'iy men qarshiman. Chunki arab davlatlarning liderlari boshqa, arab millati boshqa. Hatto arablarmi Arab bahori deymiz, necha milliard ko'ratimiz, o'zlarining davlatlariga norozi bor. Menmu İstanbulda bir xalqaro international schoolda ishlayapman. Bu qanday bir maktab desanglar qarindoshlar. Nurg'un arablar Misrdan, Suriyadan, Libiyadan, Arabistondan kelib mishada bolalarni o'qityotdi va %99 gap qilsam hammasi o'zining davlatlaridan norozi. Andan keyin bularga Turkiyada hozir bunday bir siyosat bor. Eng oxirgi bilginimcha, shu 250 ming dollar sağan her qandaq bir chet ellik mishada udullam vatandaşlık, garajdanlık berdi. Shuningga mushu bo'pmi Dubaydan kelgan, Qatar, Matar, UAE'dan kelganlar kep 250 ming dollarlik uy olandi, mablag' solandi, sap bo'lgandan keyin vatandaşlık ilib, bularning maqsadi shu Yevropalarga chiqitish. Biz shularning bolalarga dars o'tamiz. Bu yerdagi bolalarning asos nupusining %90 arab ülkelerinden keldi. Bazıları g'arbiy ülkelerden keldi, davlatlardan keldi. Andan keyin ma'lumlarmi shu, bizning ma'lumlar %95 hammasi arab, bir necha turk va bir men uyg'ur mishada. Bular bizning nimamizni nihoyat yaxshi bildi. Hatto bular degan qanday qilsak yordam qila olamiz deb. Mishada biz bilan necha arabistonlik ishlaydi. Hatto o'zlarimi nima deydi desanglar, shu Muhammad bin Salman mencha Yahudimiki deb o'zlari tillab yuriydi mishada. Shuningga bu bir eskartish. Hatta bular pul yig'ishib Uyg'urlarga berayotgan nima bor, buni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Shuning bilan o'xshash, masalan, Yahudilarmi bir-biriga o'xshamaydi. Ya'ni Sionist İsrail bilan normal Yahudi puhrasimi o'xshamaydi. Hatto hozir YouTube'ga ichib kirib baqsanglar, bir takım Yahudilar bor, o'zining shu Davudning yiltizi deb mushu İsrailning bir bayrog'i bor, shuni kuydirib yuriydi. Filistinliklarning oqisida deb. Ya'ni demakchi bo'lganim, har kafir, har xristian, har Yahudi, hatto har Xitoy o'xshash emas. Har arab o'xshash emas. Masalan, nimishqa o zaman necha yil yoqi Turkiya hukumati ovoz chiqarmagan chog'da nimishqa biz turk millatini ayblamadik? Chunki biz bilimizki, Türk hükümeti başka, Türk milleti başka. Şuna bu bir nim qilgan madde. Endi abay degandek bular Müslüman emas, bular nima emas, bu kim o deb onun bilan nimamiz yo'q. Endi biz bir necha yil ilgari qaytgan bor. Masalan, bu lager masalasidan burun, qarindoshlar, lager masalasidan burun bizning da'vomiz nima edi? Xitoy bizga namoz qilg'izmaydi, yog'liq chekkizmaydi, saqal qo'yg'izmaydi, ro'z tutqizmaydi deb mushta xabarlar chiqardi. Shundaqmi? Mening gapimni tushunyapsizlar? Biz ashta da'vo qilatdik necha yil oldin. Peki, chet elda turib biz namozimizni ado qildikmi? Ro'zimizni tutdikmi? Men jiq gapirmayman, o'zinglarni mush savolni qo'yinglar. Men bu yerga
namoz qilmadinglar deb nima qilg'im yo'q. Faqat o'zimizga ancha-muncha savol qo'yaylik. Ba'zan nima uchun bu arab davlatlar, musulmonlar o'tirg'i chiqmaydi? Acaba ancha-muncha bizda xatolik bormi? deb, ya'ni inglizchada bir gap bor. When you point one finger at somebody, three fingers are pointing back at you. deb bir iboda bor. O'ylashga tegishli bir narsa. Endi o'tganlarda chiqqan chog'da qarindoshlar, mening Uyg'ur tilim ancha-muncha diqqat qilgan bo'lsanglar yaxshi emas. Shuning men aldirab chiqib ketmayman, hatto ba'zan qo'rqayman. Hatto ba'zan men inglizchadan sizlar mening inglizcha tilimni maqtamay, Uyg'urcha tilimni maqtasanglar bo'ldi. Chunki men Avstraliyada tug'ilib cho'ng bo'ldim. Avstraliyada tug'ilib cho'ng bo'ldim. Hatto Uyg'urchining mushunchalik saviyaga kelgani mening ota-onam sababchi. Chunki bizning uyda Avstraliyaning davlat tili inglizcha til. Biz uyda inglizcha til gapirgan bo'lsak, og'zinglarni yuminglar, Uyg'urcha til gapqilinglar deb, hatto men 1-sinfga kirmaguncha tuzuk inglizcha tilni bilmaydim. Chunki uyda Uyg'urchalar gaplashardik. Shuningga navoda ba'zan gaplarim ko'nglimga kelgan bo'lsa, masalan ba'zan do'stlarimga deyman, men ba'zan inglizchadan Uyg'urcha tub-tuzlam tarjim qilib, masalan Abdukarim Abdulaziz akamizning bir itoti bor, Tumirxon Ro'zi bilan chiqqan, o'sha Uyg'urchadan Xitoychaga, Xitoychadan Uyg'urchaga uddullam jijada deydi, tarjim qildi. Men seni saqlab, ko'zim to'rt bo'ldi degan yeri bor. Dingni o deganching sigili deb, men ashtaq bir xarakterim bor, navoda ashtaq tüp-tüz ne qilib qo'ysam, qat'iy xapolmanglar, o o'zimning kamchiligim inshaalloh tutishga tirishaman. Yana bir qarindoshlar, ya'ni mening ota-onam 35, 36, 37 yil oldin chiqib ketgan. Men ishonamanki, hech bir zaman mening balam cho'ng bo'lgan chog'da Uyg'ur davosini qiladi deb o'ylamagan deb o'ylayman. Endi o'tganda menga bir nihoyat bir ta'sirli ish bo'ldi. Shu Kanadada bir kichik qizimiz, ismi Xatijaga deyman. Shu ay chiqib inglizcha bir tushuntirish berdi. Shu Sharq Turkistonda nimalar bo'layotdi deb. Ya'ni subhanalloh, men o'yladim, meningmi baldirim bor, ya'ni bular cho'ng bo'lgan chog'da bu da'voga qilish to'g'ri kelmasin deyman. Ya'ni ular bu da'vo ularga qolmasin. Ya'ni ular cho'ng bo'lgan chog'da inshaalloh vatanimiz mustaqil bo'lsa, ular berib masalan boshqa da'volarni qilsin. Masalan, bizning maktabning yanida bu yerda yangi bir rayon, binolar yangi silinyapti. Ancha-muncha bu Turkiyada, Istanbulda bunday bir ish bor qarindoshlar. İşitlarni, mushuklarni Istanbulda yashayotganlar buni bildi, qo'ypirdi. Erkin azodi yashaydi. Ama miyada nurg'un 15-20 ish bor, bo'rlarda yashaydi. Damalliq bizning bolalarga, bizning ma'lumlarga damalliq saldirdi, nima, hujum qildi. Shunga biz belediyaga shikoyat qildik. Men ishlarni yutganlar desa, mushu hayvonlarni qo'g'daydigan insonlar mushari ishlarning yeri chiqilsanglar bo'lmaydi. Bo'lmasa andan sot qitatmiz, bundan sot qitatmiz deb ishlarga chiqilamidik. Ya'ni demakchi bo'lganim, kelajakda 10-20 yildan keyin mening bolalarim cho'ng bo'lgan chog'da ashnag'roq da'vo qilsam mayli. Ya'ni bu vatan da'vosi bolalarimizni qammasin. Shu damalliq biz ortiq bir chizgi qo'yaylik, hammalar o'tirib chiqaylik. Ya'ni men hammamizni jang maydonga chaqiryapman. Jang maydon bu xato tushunmanglar, halol yo'llar bilan fikr vositalar orqali jang maydonga chaqirman. Buni keyin yana aslab o'tkazaman. Mening asos chiqmoqchi bo'lgan sababim qarindoshlar, nurg'un bolalar o'tirib chiqyapti va ba'zi muxbirlarga berayotgan javoblar toza tushmayotdi-ku. Shuninga mening shaxsiy fikrimni ba'zi savollarga, ba'zi zo'r bo'layotgan savollarga qanday javob berishni o'tirib qo'ygan bor. Birinchi, balki eng zo'r savol, Xitoy nima deydi? Nima uchun bu jazo lagerlari ichildi? Nima uchun millatni qaytadan tarbiyalaymiz? Chunki Viktor Gao deb bir Xitoy bor, inglizcha xabarlarda Xitoyning, kommunist Xitoyning davosini qilgan. Ular deydi, Suriyada
4000'dan 5000'gacha terrorchi bor deydi. Uyg'ur terrorchi bor deydi. Va o'xshash vaqtida biz nüfusimizni 20 milyondan 40 milyongacha davatimiz. Ama Xitoy deydi 11 milyon. Biz ha deyli tamam Xitoy hukumati bizda 10 Uyg'ur Türkü bor Sharq Turkistonda. Eyvallah. Peki 5000'ni 11 milyonga bölsangiz 0 chekit 0,0045% buldu. Nima uchun nüfusumuzning %99.999'ni cezalaysa? Bu qandaq bir mantiq deb bunda cevap beramiz. İkinci bununla vaqtingiz bo'lsa shu muxbirlar yoki bo'lmasa jonli yayında bo'lib qolsangiz, shuni tushundirsiz. Shu kishilarning shu berib qilishning sababi Muhammed Salih Damo'lamdek imamlarimizni qirib o'tirishi, yo'q qilishi, tumur jazo lagerlariga itishi bilan bizning bir qism, az qism bir nüfusimiz cahil. Bizning uchiq ashkar davrimiz cahil, İslamiyetni tushunmaymiz. Hatta o'tirliqqa shu asl ilim sahiplerimizni yo'q qilib, o'tirliqqa Xitoyning o'zi tarbiyalangan imamlarni o'tirg'isab, xato tushunchalarni o'tirib qo'yib, xorijiy tushuncha. Bu xorijiy her zaman diqqat qilgan bo'lsanglar, mening berayotgan suhbatlarimda xorijiy havarij shu qiyomatgacha millat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedi, qiyomatgacha Müslümanlar 73'ge bölünüp gidiyor degan. Bularning arasida birinchi bölünüp ketgan havarij. Bular bo'lsa qarindoshlar, hozirgi Daesh, Al-Qoida degandek insonlar. Bularni Vahabi Salafi demanglar. Saudi hukumatini Vahabi Salafi demanglar. Ular Vahabi Salafi emas. Vahabi Salafi degan gaplarni yaxshi tushunib olib, ondan keyin bu kelimani chiqaringlar. Bularning eng to'g'ri ism havarij. Bular şu Osmanlar radiyallahu anh ve Ali radiyallahu anh ki o'tliqki fitneler taqatqan şu insanlar. Şunun cevabı bu. Şununla ya Türkiye'deki Müslümanların şundak bir gibi var. Şeyhi olmayan şeyhi şeytandır degendek. Bizim üstümüzde vatanda şeyh imamlar, hakiki dava kılıcılar qammidi, hamısını qırıb tüktürdü. Şununla bir kısım insanlar cahil. Şuna alimler yo'qoldi, şunun bilan cahillarmi paydo bo'ldi. Yana bir masala bo'lsa qarindoshlar, Sharq Turkiston degan ismni ishiltish. Hamda ba'zan ben canlı yayınga chiqib qolaman, BBC deymiz, boshqa kanallar deymiz. Bizga nihoyatda 3 minut ya 4 minut ya 5 minut berdi. Men chuqum ikki ismni ishiltaman. Men inglizcha East Turkestan aka Xinjiang Uyghur Autonomous Region deyman. Yoki bo'lmasa Xinjiang Uyghur Autonomous Region aka East Turkestan deyman. Keşke Xinjiang degan gapni demagan bo'lsam, taxi yaxshi bo'ladi. Ama u yerda nima ish bo'ldi desangiz, siz bizga aran 3-4 minut vaqt bergandan keyin men bevosita buni yashagandan keyin sizlar bilan o'rtoqlashgan bo'ldi. Siz nima uchun East Turkestan deysiz deb bu tarixni tushundirish 30-40 sekund bu nihoyat vaqtli dedim ya, toplam 30-40 3-4 minut bergandan keyin nihoyat jiq vaqtimizni oladi. Tarixni so'zlab bu deb asli u yerda demakchi bo'lgan gapimiz jazo lagerlarini taqtish. Ama navada sizga bir 10-15 minutlik inşallah hep bir keyingi haftada yarım saatlik bir sohbetga chaqirildim. U yerda nihoyatda uchiq tushundirma zodi Xinjiang nima uchun qo'yildi. Bu Xinjiang kelimasi biz uchun bir haqorat bo'lganini u yerda nimani tushundirma. Ve bu yerda shuning bilan so'raydi. Nima uchun amsa siz bunchalar tushundiribsiz 5000 terrorchi baka 11 milyon xalq baka shuning bilan bu 0.0045 bo'ldi ekan. Amsa nima jazolarni ochdi? Chunki biz Xitoylar bilan o'xshash emas. Bu aniq. Men kichik vaqtimda men vatanga jiq borgan, men har borganimda bizni, ya'ni meni
O, men nimda omaq kichik vaqtimda o Xitoycha bu nimda omaq Veygoren deydi-da. Veygoren aminglar bilsa chetdanlik deydi. Ama o'yladim-da, men Avstraliyadan kelgandan keyin meni Veygoren degani to'g'ri dedim-da. Lekin qarasam, qolgan tuqqanlarimgami Veygoren yabancı, chetdanlik deyirganda Xitoy turistlar u bo'lar. Chunki qarindoshlar, bizning dinimiz qat'iy o'xshash emas, chiroyimiz, tilimiz o'xshamagandan keyin damalliq muxbirlashuga borgan chog'da, g'arb dunyosiga borgan chog'da ularning qallasidagi Xitoy bo'lsa Xinjiangga bordi, Sharqiy Turkistonga. Bizning shu yerda Uyg'urcha gapirishimiz, Uyg'urchadek yashashimiz, Uyg'urlardek kiyinishimiz, ibodat qilishimiz Muşunun özü biz bular bilan tamamen farqli bo'g'inni ko'rsatadi. Hatto Xinjiangning kelimasi o'zi bilan yangi yag'o. Chunki Xitoyda nim deb kelyapti? Yo'q, Xinjiang azaldan bizning yerimiz. Eyvallah, o zaman bu ism nemishqa Xinjiang deb qo'ydilar deb savol paydo bo'ldi. Ikkinchisi biz ma ko'zlar endi ba'zi qarindoshimizning ko'zi haqiqatan lekin mush chiroy endi mush chiroyning o'zi ma Uyg'urning chiroyi. Tamam mı? Uyg'urning chiroyi qat'iy o'xshamaydi-da endi biz. Shuningga damalliq bizni xitoylashtirish siyosati, islomni xitoylashtirish, Uyg'urni xitoylashtirish. Bugun bizning pologa shu cho'shqi go'shtini besib qolsa hayron qolmayman. Shuningga amalba insonlar mushu nimani qilayli. Sharqiy Turkistonda vaqtimiz bo'lsa, vaqtimiz aram 3-4 vaqt minut bergan ish bo'lsa, East Turkiston aka Xinjiang Uyghur Autonomous Region deb ishtik o'tib ketib, asos mavzumuz u yerdagi bo'layotgan zulmni hozircha anlatayli. Yana bir ish, bir narsaga da'vat qilgan sizlarni qarindoshlar. Bundan keyin da'vat qilaman. O'zimizning naq maydon suhbatlarda bo'lsa muxbirlar bilan alishib qolsak, siz qachon bekor bo'lsiz degan chog'da İstanbul vaqti paloni vaqt, London vaqti paloni vaqt, Avstriya bo'lsa Sydney vaqti paloni vaqt deydi ekanmiz, shu shaklda tushuntirdi ekanmiz. Men o'tirib qo'ymoqchi bo'lganim bir taklifim bor, xohlasangiz qabul qilinglar. Bundan keyin acaba biz Urumchi vaqti deb bir-birimizga naq maydon suhbatlar chaqirgan chog'da, qarindoshlar, naq maydon suhbatimiz palonchi bilan palonchining torbitida Urumchi vaqti soat manchida deb mushni ishlasak pek to'g'ri ko'raman deyman, chunki o'zimizning vatanda Xinjiang vaqti, Beijing vaqti, Xinjiang vaqti deb ishlatmaydi o'taqi. Beijing vaqti deb butun haq ishlaydi. Hatto Istanbulda turib mush suhbat naq maydon uchirvasimiz yaqqan chog'da oldin ola qarindoshlar Urumchi vaqti palon vaqtida ko'rishaylik degan bo'lsak, nayt yaxshi deb o'ylayman. Yana birisi qarindoshlar, damalliq chekadigan narsa o'kan kaptimi Nurum qarindoshimiz buni o'tirib qo'ygan. Muxbirlar bilan ko'rishgan chog'da bizning kundalik hayotni, masalan, men endi masalan mening bolarimga cho'ngdallari lozim. Hozir mening qarindoshim lozim. Ikkimiz bir alışveriş qilgan bo'lsak, bir kinoxonaga borgan bo'lsak, kundalik hayotni degan bo'lsak-chi. Chunki u kundalik hayotingizni dadangiz, apangiz, balangiz birimiz tutilib ketdi. Bundan keyin boshqalar qilgandek biz shu harakatni qila olmaydigan bo'ldik. Mushta narsani o'tirib qo'ysak, masalan, bunun pek güzel bir örnek. Ökenki yaşamlı günü Now This deb bir kanal. Bunu hemimiz tunib ketdik, çünkü neçe ayının aldıra Aydın Anvar deb bir qarindoshimiz şu yerda 60-70 milyon qitim ko'rilgan bir yarım minutluk video var. Şundan keyin ökenki yani 5 gün aldıra yana bir qarindoshimiz yaşamlı günü şuna chiqibdi. Naq shu gaplarni qildi. Ha bundan keyin mening dünyada boshqa tuqqanlarim yo'q. Keşke andaq sayat qilgan bo'lsak billah. Bundaq sayat bekmi zulmni tushundirmadi. Lekin shu g'aribdikilar tövbe meningmi balam bor, navoda mening balam tutilib ketgan bo'lsa, acaba qanday bo'ladi? Bir bog'lanish bo'ldi-chu. Damalliq umumiy yuzlik xalq bizning mustaqilligimiz bilan pek chatig'i yo'q.
Hozircha mushtashablik deb turib, keyin daha da mustaqillikni nim qilsak bo'ldi deb o'ylayman. Inshaalloh buningga meni hujum qilmanglar. Fikrim inshaalloh taala. Ana tilga qaytib kelsak, qanday Uyg'ur tiliga asli bu gapni o'tganki ana til bayram kuni demoqchi vaqtim chiqamay qoldi. Uyimizda men abay degandek Uyg'urcha tilni mumkin bo'l ishlataylik. Chunki bu Turkiyada bu voqeani bekchiq ko'rma. Turkiyada Uyg'ur oilalar turkcha gap qildi bolalarga. Bu to'g'ri emas. Sababi nima deb so'rasam, mening bolam bozak bo'lib qolmasin, bijim bo'lib qolmasin, traktor deb, ati ugun ko'dinglar qilnasa, xili yilgacha endi biz vatan qaytarmaymiz. Ya'ni bolaringlarga jiq Uyg'urcha fursat gap qilgan fursat bo'lmaydi. Amerikada yashayotganlar uyda Uyg'urcha, tishda inglizcha. Germaniyada uyda Uyg'urcha, tishda nemischa. Tushundinglar? Bo'lmasa Uyg'ur tilini unutib qoldi. Va men ishonamanki, mendek mushtaq gachidek Uyg'urcha tuzuk gap qilmaydigan nurg'un Uyg'ur bolalar mush yilda kelak yil chiqadigan bo'ldi. Va oldimizga yilda chiqadigan bo'ldi. Nimishqa? Chunki artıq biz bir nimaga keldik va bu İngilizce nimaga jiqroq hujum qilamiz deyman. İngilizce xabarlarga berish. Shunga bizni pek jiq nim qilmanglar. Nacizane bir talabim inshaalloh taala. Chunki yani qalb qirildik-a. Tamammi? Duo qilinglar. Inshaalloh men bu tirishib Uyg'urcha ana tilimni tirishib nim qilaman inshaalloh taala. Yana birisi muxbirlarga gapqanchada qaynashlar kafir Çin biz kafir Çin bilimiz biz kafirligini. Lekin bu g'arbdagi muxbirlar gapqanchada bu gapni az qilayli. Chunki u siz bilan ko'rishayotgan kishimi kafir. Bu inglizlar, bu boshqa millatliklar kafir degan tilni biladi. Shuningga bularning dadi shu Daesh bilan o'xshab qolamdi nima? Chunki Daesh mu kafirlarni o'tirayli degan gaplarni qilgan ekan. Bo'lsa zolim Çin, tajovuzchi Çin deb mushtaq jiqroq qilayli. Albatta kafir uningda nim qilg'imiz yo'q. Abay degandek Arab hukumati boshqa, Arab xalqi boshqa degandek Xitoy tajovuzchi boshqa, Xitoy millati boshqa va hatto Xitoy millatining ichidagi Xitoy tajovuzchi qo'llaydiganlarmi, ularmi tajovuzchi. Shuningga bularning nim demakli bo'lganini tushundim, bekchi kirmayman. Bo'lmasa buni nim xato tushunish bo'ldi. Ba'zan men bir necha bolalar bilan o'rtaq proje qilyapmiz. O'tirlig'imizda ba'zi fikrlarimiz o'xshamay qoldi. Lekin nima uchun shu fikr qilg'ini to'g'ri tushunamiz? Ya'ni tushuntirib bo'lgandan keyin qanishim nima uchun mushta bo'ldi? Chunki bundan sabablar bor. Ya'ni illa u kichikdan nimani %90 biz o'xshash fikr. U %10 yoki %15 ni tutib tamamen yo'q qilishni hojat yo'q deb qarayman. Mening 2019-yildagi ko'z qarashim bo'lsa qayndoshlar. Menga nurg'un qayndoshlar menga mesaj kelyapti, mesaj yozyapti menga. Deydi, aka ya fukamda o'tirib biz Xitoy pasport damaliq namoyishlarga chiqmayapmiz. Mushu MeToo Uyg'ur hashtagi chiqqani nihoyat yaxshi bo'ldi. Mushu bo'lsa-mu biz qilib turyapmiz, hikoyani so'zlayapmiz, hatto nurg'un qayndoshlarning o'zi hikoyalarini menga avatib tarjim qilib turyapman. Shuningga mushu MeToo Uyg'urning qarshi chiqmanglar, avtonomiyachilarning hashtagi demanglar, chunki bizning maqsadimiz shu. Ya qayndoshlar bir hashtagmi atamayapmiz ya? Hashtagmi atamayapmiz. Boshda bizning Avstraliyada nimba dengiz bekchiq. Damaliq putingizni bir kirgizgan chog'da bag'ut suvoq his qildi. Shuningga bir necha sekund kungandan keyin anandagi biraxla vujudingizga suvoq suv ani kunib ketasiz. Voy, subek issiqga deb kiringlar deymiz. Shu damaliq bu MeToo Uyg'urdikilar şu şekilde birinci qadamni atsa, bunu qo'rqatmanglar, ya'ni ishlatmanglar avtonomiyachi taraxturoq. MeToo Uyg'urni shiltinglar, Free East Turkiston, Save East Turkiston, Xitoyni I don't care. Shiltinglar. Hech kimning millat emas bu hashtaglar. Shu damaliq bular asta kunida boshda MeToo Uyg'ur degan bo'lsa, necha oydan keyin Free East Turkiston deydi, necha oydan keyin shu ko'k bayroqning nimasida bo'lib qolar. Duo qilaylik, qo'rqatsanglar
va mendek undaq uyg'urcha gap qilmaydiganlarni unda nima qilsanglar, ya'ni zo'r ya bu ya, bek tas bu ishlar. Yana birisi bekjiq 5mo'liqlar menga mesaj yozib, dadangizni bankada ko'rdim, dadangizni ayada ko'rdim, dadangizni miyada ko'rdim. Xitoy hukumati, Xitoy konsulxonalari mening telefon nomerim, adresim hammasini bildi. Men bilan udul aloqa qilsin, bunday gaplar menga lozim emas. Udul aloqa qilishinglar, WeChat bilan biz bilan ko'rishsin. Ayada ko'rdim, da'vo qilmasingizmi bo'ldi, tarafturuq. Biz bu yerda dadam uchun ham chiqmadik. Dadam inshaalloh chiqib qolsa-mu, qolgan millat qutulish kerak o ishlardan. Muhim bir ahvol. Bizning da'vatimiz uchur vositalari orqali hujum qilaylik. Biz boshdan YouTube'da nurg'un videolar bor, turkcha, hatto uyg'urcha yo'q-ku deyman, inglizcha. Facebook'ni ishlatishni o'rganaylik. Tig'i nurg'un bilib bilmaydigan yerlarimiz borki, biz maqol, kino, uyg'ur to'g'riliq bijmi taqatgan chog'da mushu public degan bir yer bor. Public degan butun hamma odamlar ko'ra oladigan deb bir yer biz kerakchi. U yerda nurg'un %90 arkada qarindoshlarimiz chiqargan narsalarni faqat o'zlarining do'stlari ham ko'ra oladi. O'zlarining do'stlari qarsangiz 100 tal arkadaş bor, 100 tal do'sti bor. Shular ham ko'ra oladi. Uni bir public qilib o'ting, bo'lmasa u chiqargan narsangiz meni ko'ramaydi. Mening tavsiyam YouTube'ga kirib, boshdan Facebook darslari bor. Facebook zaten qanday ishlatildi, Twitter qanday ishlatildi, buni o'rganaylik. Twitterga ko'chaylik da'vatimiz qarindoshlar. Men qarab baqsam 4800 qarindosh arkadaşım borkan Facebook'da. Hammanglar Twitterga o'tinglar. Bütün muxbirlar, bütün siyosatchilar, bütün hamma odam shu yerda. Qarindoshlar, hashtag etishdan qo'rqsanglar, bir hisobni ichinglar. Hech kim sizni qonuniy olarak nima qilmaydi. Voy, zaten nurg'un hisoblarni ko'ratma, palanchi chapan, palanchi doppa, yani nurg'un yag'an ismlar bilan yuz suratingizni chiqarsangizmi bo'laverdi. Yag'an hisobni ichiverib, inshaalloh taala mushu hafta oxiri kelyapti. Mening 4800 friends bo'lsa, arkadaşım bo'lsa, Twitter, Facebook'da dushanba kungacha 4800 Twitter ergash kuchidan bo'lish kerak. Hozir bu talabni qo'ydim. 5 minutda bu pulni bermanglar vatan da'vosi uchun. Namoyishga chiqmanglar bo'pti deylar. Qata tushamanglar, namoyish chiqivasi chiqmayman deganlar. G'abib nim qo'yataman. Alloh rozi bo'lsin chiqqanlarga. Nurun ishni qilmanglar. Yağan hesapni içip bo'lsa-mu lütfen sadaqan ketayimdi g'ulchiliklar deydi-ku deyman. Sadaqan ketay. Yağan Twitter, Facebook hesaplarni içip maxsus vatan da'vosi uchun hashtaglarni silinglar, ya'ni itinglar. Abay deganda 4800 arkadaşım bor, 4800 followers, ya'ni ergash kuchim bo'lsin, mush 2 kunning ichida hammanglarni da'vat qilaman. 5 ming vatan uchun bir de mush vatan da'vosi qilayotganlarga uchun ularga ergash kuchi bo'linglar. Undan keyin chunki sizlarninglarmi ergash kuchlar bo'ldi, sizlarning qarindoshlar bor. Masalan, hozir mening 5 ming bo'lsa, nurun qarindoshlar yo'q deganda 300 500 gacha ularning qarindoshlar bo'ldi ekan. Uni ko'paytsanglar, nihoyatda jiq gap xabar oson taqilib ketadi. Yana birisi oldimizdagi nimalar? Abay degandek biz askariy da'vat qilmadik, berib miltiq ko'tarib Xitoyga aytinglar demadik. Hashtag aytinglar da'vatimiz. Boshqa bir hashtag etib boqaylik, ani qolgan miltiqning gapini keyin qilsak bo'ldi. Anondan keyin amalda qo'limizdan kelishicha buni aytib qilish yana bir ish. Boycott Chinese goods. Hashtag boycott Chinese goods. Ya'ni amalda Xitoy mal olmaslik, buni keng ko'lam taqinglar. Yana bir hashtag bo'lsa qarindoshlar. Chiqamdi inshaalloh. Chiqmamdi. Hech chiqmaydi ekan. Neyse. Not another holocaust deb tugun chiqirma uygan paylaşdim. Not another holocaust degan mush yahudilar 6 million yahudi qilib 2-dunyo qirilgan chog'da
Bunun ismi bu vaqaning umumyüzlük ismini Holocaust degan. O'tgan tunigun bir rasm paylaştım. Taqatdim. Holocaust muzeyxona bor Washington DC'da. Men dedim, necha yildan keyin nima uchun bu Sharq Turkistondagi jazolarga to'g'riliq xabar topildik demanglar. Ertagin mush muzeyxona bizning nomimizda silinib qolmasin, darhol chet elliklar g'arb dunyosi bu ishga o'tsin dedim. Shuningga abay degandek Twitterga chaqirish, yana bir issue bor, Facebook to'g'riliq. Facebookda tagging deb bir narsa bor. T-A-G tagging. Tagging degan masalan ben bir narsa chiqarib qolsam, boshqalar damaliq ko'rsin deb, hatto shularning Facebook nimasida chiqsin deb tag qilindi. Tunigun hatto bu Beshmolarning ishi, Xitoylarning nim qilgan ishi. Men ba'zi qarindoshlar menga ko'ngli og'irlik qilibdi, chunki nima uchun men tag qilgan narsangizni, men tag qilgan narsamni nimishqa blok, ya'ni to'xtatib qo'ydingiz. Sababi shu, hammanglar shuni qilishinglar kerak. Facebookning ichidagi settings, tanishadigan yerda har qanday birisi tag qilsa, oldin ola otomatik chiqmaslik uchun emas, bir ko'rib etib, manasi bulamdi, bo'lmamdi, anondan keyin ma'qul deb chiqaringlar. Chunki tunigun seriqdamdoq, ko'kdamdoq bek sat rasmlar birisi meni tag qilib qo'yibdi. Alhamdulillah, menga oldin ola mening Facebook sayfamga chiqishdan burun menga uqtirish berdi. Ma narsani sening Facebook sayfangda xohlamsa deb, albatta xohlamayman dedim. O qilgan kishining unimi darhol blok blok qilib etdim. Shuningga mushu Xitoy nimalarning qilayotgan ishi bu. Tagni otomatikman har qanday mening birisi ismini ishlatsa chiqib bersin mening sayfamga qilmanglar, chunki har xil aryangizda sat narsalar ishiltib darhol abay deganda YouTube'ga kirib Facebook zaten qandoq ishiltdi deb o'rganinglar. Anandan keyin nima demoqchi bo'lganimni tushunaman. Eng oxirgi bu yerda paylaşdim nelar qochirgan nimam bo'lsa, beka unutib qolmay. Son so'zim. Ko'rdinglarmi qarindoshlar? Yana ba'zi qarindoshlar yanalar boshda qo'yib turibdi. Ko'rdim free Zuhra ala, free Abduxalil ala bu ikki qarindoshimizni Alloh eng qisqa zamonda qo'yib bersin va qolgan 3-4 million qarindoshimiz qo'yib bersin. Ma boshliqlar bo'lmasin, qarindoshlar, boshliqlar bo'lmasin. Hozir ma free kalimasi bilan hashtag bo'ldi. Abduxalil ala qitilmay qoldi. Free degan qo'yib berish, bekaga, pulsiz, nurg'un ma'nosi bor. Shuningga hammasini qetib etinglar. Buni qanday o'qiy olamiz qitilib ketsa desanglar, ko'rdinglarmi? Har bir kalimaning beshidagi birinchi harf cho'ng bo'ldi. Cho'ng bo'lsa bu tushangili bo'ldi. Masalan, Mitu Uyg'ur mana pek yaxshi yozilibdi. M harfining birinchi nimasi nima? M, T, U büyük bo'lganligi bu yana tushunchilik bo'ldi. Inshaalloh qarindoshlar gaplarim mishadin nimagacha. Agar xato gap qilib qolgan bo'lsa, nurg'un qarindoshlar alhamdulillah abay degandek Mitu Uyg'urdan bek xo'shal alhamdulillah mush chiqdi. Ko'k bayroqning oldida damaliq chiqamoqimiz, mush bosib qilib turdik. Mening niyatim boshda oldidagi davosab turayotganlarni insonlarni jiqiysun Mitu hashtag ya boshqa hashtag orqali va ishonamanki mushu hashtag orqali mush yilning oxirigacha nurg'un yoshlar jiqib ketdi. Boshda Mitu abay degandek tekrar nim qilyapti. Mitu Uyg'ur chiqargan bo'lsa, yana boshqa bijim chiqirdi. Free is Turkiston, Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Agar siz bermoqchi bo'lgan sohbatingiz qisqa bo'lsa, mushta tushuntiring. Uzun bo'lsa, Xinjiang asli biz uchun haqorat bo'lganini,
Şinjan degan kelime nereden chiqdi, Şinjanning ma'nosi nima, o topraqning asl soyi eng haqiqiy narsa. Abay degandek, nurg'un muxbirlar yana bir eng muhim savol, hajga berish, namoz qilish, Turkiyaga berish, Uyg'urchaga qilish, u bu taraf turuq. Bular mening tushunishimcha bu ikkinchi masala. U yerdagi asl bo'layotgan zulmning masalasi bizning asl toprak sahibi bo'lishimiz ve bunu mümkün olduğu kadar gerçi hazırgıça xalqlar qulqini nimqayotgan bo'lsa-mu, uya bir occupied state, occupied bir davlat Filistindek. Mesela hazır Filistin'e berip Filistinliklar qilishim, "Men İsrail Filistin emas" desiniz, üttürütürü. Türkiye'de mi? Av Türklerin yanına berip bu yerning ismi İstanbul emas, Konstantinopolis desiniz, tugishsiz. Shunga o'xshash bizning ismimiz aniq. Ammo damalliq ba'zi gaplarni qisqa tutish uchun u yerdagi voqeani, u yerdagi nimani hozirgi asl nuqtani anglatish uchun mecburen Şinjan bu hakaret degan kelimani ishlatib qolamiz. Chunki damalliq bütün muxbirlar tushunib olamaydi. Hatta ba'zi afsus qarindoshlar gapning jig'ini qilay. Ba'zi turklarmi Sharqiy Turkistonda Doğu Türkistanmı, Doğu Türkmeniston, bu O'zbekistonga yaqinmi deb gap uzrab ketadi. Shunga bu bir strategiya, bu bir diplomat. Mevlüt Çavuşoğlu Şinjan Uygur Özek bölgesi dedi. Keşke demegen bolsa ama dep qaldı. Çünkü aslında neçe vaqtın yaqı bilidi bular. Aslında Doğu Türkiston davası bulayverdi. Bu çoğun bir mesele emas. Aşta disimi ayna İzmir'deki konsulxona taqaptı. Endi bu tang endi. Tang. Xeyr inşallah. Xata ketib qolgan bolsa lütfen qarindoshlar. Şahsiyetimge saldırmay, biz insançılıkta hatalık ötküzmez. Abdümün içi tarakturukuna tıllamağla biz insan günah ötküzümüz. Mühim olan bizni hatalık kılan yerimizni tüzüp koyunla. Bomsa yani könlümüz yani yerim bulduk ya, dua kılınla. Ançı munçı kılan posterim köygen bolsanla. Yani naiti stresli, naiti benim durumda hazır. Yani ben rasmi İngilizce obsession deydi. Ya bekiriş kaldım bu işe. Yani bu neyse çık yakılmay. İnşallah kilakitim görüşeli. Dua kılınlar. Uluk cüme gününler mübarek olsun. Cüme günü çokum dua kılınlar. Allah razı olsun sizlerden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetler, bütünüm kalay takip koyunlar. Esselamu aleyküm.